unday emas. Shuni sizga hozir o'g'itni yaxshi qiling deyapman. Ha. Birinchi yili ekildi, 2 metrmi, 3 metrmi, 4 metr o'sdi. Siz uni kesdingiz. Tagida o'g'iti zo'r. Bir yil yaxshi, bir yilda moncha bo'lib rivojlandi. Ana uni kesganingizdan keyin tagi qancha kattayib, birinchi yil yaxshi katta bo'lsa, ikkinchi yil ro'st berishi yaxshi bo'ladi. Ana endi. Ha. Yo'q, bo'lmaganda bular. Mana ularniki ana shu tepadagi ayri turibdi, o'sha yergacha nima bo'lgan. 7 metr, 8 metr bor-da bu yerda. Gapirmas, 10 metr ham bor chamasi. Ha, shuni rivojlantirib olish uchun yaxshi boqish kerak birinchi, ikkinchi yilda. Haligi solingan go'ng o'shuni tarbiyalab beradi. Ana undan keyin o'zi topib oladi. O'zi katta bo'lib ketadi. Endi uni yana bitta o'stiraman desangiz, daraxt shunday turibdi. Mana bu bahorga chiqqandan keyin bir dona ham qoldirmaysiz. Mana unda qoldirmadik-a shox. Hay, Qoldirmadik. Agar chakankalab chiqqan. Mana unda qoldiribsiz uni. Ko'ryapsizmi? Aha. Uni yonidan bitta novda qo'ysangiz, bahorda bu o'smaydi. Bu qo'yilgan novdadan yondan kurtaklar chiqib turib, buni shamolda surib beradi yelkan qilib. Shox kattayib ketib qoladi. Buni bir dona ham qo'ymaslik kerak, olish kerak. Birinchi yilgini umuman qo'yish kerak emas. Asrdan keyingini mana uni singari tozalash kerak. Endi bahorda kurtak chiqyapti tepadan. Hay. Yon shox yo'q. Ana shu birinchi bo'g'in quriydi. Hay. Yashilda bu. Ikkinchi bo'g'indan mana bu joydan bitta qo'ysangiz, mana uni olib tashlaysiz. Taglarini hammasini olib tashlasangiz, mana u chiqqan ikkinchi bo'g'indan chiqqan nima lider shox bo'lib tepaga ketadi.